Tez uxlab qolish uchun eng samarali usullar. Uxlashdan kamida 30 daqiqa oldin telefon va televizorni o'chirib qo'ying. Ko'k nur miyani uyg'oq tutadi. 4-7 nafas mashqi. Bu juda mashhur usullardan biri hisoblanib, uni asosan harbiy xizmatdagi askarlar foydalanadi. 4 soniya burun orqali nafas oling. 7 soniya ushlab turing. 8 soniya asta-sekin chiqarib yuboring. Xonani salqin qiling. Salqin xona organizmga uxlash vaqti keldi degan signalni beradi. Moychechak, melisa yoki yalpiz damlamasi asabni tinchlantiradi. Dengiz, yomg'ir yoki tabiat manzarasini tasavvur qilish miyani bo'shashtiradi. Uyqu oldidan og'ir ovqat iste'mol qilmang. Uxlashdan oldin yog'li va achchiq taom uyquni qochiradi. Har kuni bir xil vaqtda uxlashga odatlaning. Bu organizmdagi biologik soatni to'g'rilaydi. Yomg'ir ovozi, ventilyator yoki sokin musiqa tez uyquga ketishga yordam beradi. Kofein va energetik ichimliklardan saqlaning. Ayniqsa kechqurun kofe iste'mol qilish bu uyquni eng katta buzuvchilardan biri hisoblanadi. Yotoqda ko'p aylanish o'rniga tanani bo'sh qo'yishga harakat qiling.